oilaviy ajrimlar ko'payib boryapti degan so'zga xavotirim va o'zimni bir o'ylagan fikrlarimni o'rtoqlashmoqchi bo'ldim. Sababi har qancha maslahat bermaylik, baribir oilaviy ajrimlar bo'laveryapti. Lekin ularga qandaydir bir mayoq sifatida nimadir ibrat qilish kerakmi deb o'yladim va men uni topdim go'yo. Va u mayoq deb masjid deb bildim. Masjidga kirib borayotganingizda nima xayolingizdan o'tadi? Qanday tartiblarga amal qilasiz? Ana shu narsani oilada ham qo'llash kerak deb o'yladim. Ya'ni oilaga qadam tashlayaptimi, yangi oila quryaptimi, demak unga kirayotganingizda ana shu oilaning o'zining tartib qoidalariga amal qilishingiz kerak. Ya'ni masjidni ibrat qilib, masjidda qanaqa tartib? Masjidda tozalik, pokizalik, umuman bir-birlarini tanimasada bir-birlariga xushmuomalada bo'lishlik, kattalarni yuqoriga o'tkazish, yoshlarni poygakda turib qo'llari ko'ksida xizmatini qilish. Qancha ibratli holatlarni kuzatasiz masjidda. Mana shu holatlarni oilangizda ham bo'lishi yomonmi? Qarang, tasavvur qiling, endi oilada ham xuddi masjiddagidek bir-biringizga xush muomalada bo'lib, ovozingizni balandlatmasdan gaplashib, masjidda baland ovozda gapirilmaydi. Chiroyli suhbatlashib, chiroyli muomalada bo'lib, kattalarni hurmat qilib, yuqoriga o'tkazib, yoshlar xizmatida bo'lishi qanchalar go'zal. Albatta, agar bunday qoida tartiblarga amal qiladigan bo'lsangiz, bu oilada janjal bo'ladimi? Bu oila ajrashish haqida o'ylaydimi? Aksincha oila yanada mustahkamlashib, yanada oldiga yuqori maqsadlarni qo'yadi. Demakki, biz yangi oilalarni barpo etayotganimizda yoshlarimizga oilangni masjid kabi bil. Unga ostonasidan o'tayotganingda pokiza oyog'ing bilan qadam tashla. Unga chiroyli fikrlaringni bildir, chiroyli duolar, chiroyli niyatlar qil oilang uchun deb uqtirishimiz kerak. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.